Hammaga salom. Bugun Fish Tank Tycoon degan o'yinda o'ynaymiz. Let's go. Bu yerda mana bunaqa ozero bo'ladi. Shu yerdan baliqni tutib akvariumga tashlash kerak. Xo'p. Yo'q, bu kattaroq ekan. Yo'q, bunga kuchimiz yetmadi. Biz hozir tushmoqmiz, to'qolamiz. Kuchimiz yetmayapti. Xo'p. Mana bu yerdan olamizda. Primanka охотника. Bu narsa kattaroq baliq tushishiga yordam beradi va baliq qanchalik katta bo'lsa, o'shuncha sekundiga ko'proq pul beradi. Hozir bizda 17 ta baliq bor, jami 189 mingta. Voy. Plus почти 2 mingta beryapti. Sekundiga 17 ta balig'im bor 50 tadan. 50 tadan emas, 50 ta joy bo'ladi. Вообще bu akvariumda keyin kuchaytirsa bo'lsa kerak buni. Давай прям shetda. Yo'q, bular вообще слишком katta bu. Statsiya. Hozircha prostoylari ham bo'laveradi bizga. Mana shunaqalar. Hop. Bu anu ryba mech ida adashmasam nomi. 18 ta bo'ldi. Mana akvariumda qaranglar. Чистый задрот 172 mingta sekundiga. Вместимость baka 50 tadan 50 ta joy. Yaxshi. Yomon emas. Hozircha bizga ham unchalik zo'r narsa tushgan yo'q. Kichkinaligini buni mayli tashab qo'yamiz. Xo'p, kattaroq baliq tutish uchun mana shu magazinda shunaqa primanka sotar ekan. Buni olgandan keyin bunga yarasha mana udichka ham yaxshi rivojlangan bo'lishi kerak. Buni olish uchun qayta kuchaytirsa bo'ladi, lekin bizga hozir pulimiz yetmaydi bunga birinchidan. Xo'p. Bizda hozir 30 ta. Bizda hozir vashi eng tuftalardan bitta oldingisi. Bunaqa baliqlar tufta, yengil tutib beraman. Hop. 28 sekundga. Yaxshi. Qo'yardik 335 ming. Bu pulda yig'ishtirib turamiz. Bizda endi 2 mingta bo'pti, sekundiga 23 ta baliq. 50 tadan. Yaxshi, bu kattaroq, oldingilaridan ancha katta. Pulli ham ulardan ko'p beradi. Hozir men bu yerdan o'qotib olish kerak primanka. 8 mingta bidan olamiz уже. Hop 9 ta olib qo'ydim. Давай. Уже bulari kattaroq. Красная рыба.
Krasnaya ryba papuga ekan nomi. Yaxshi уже. O'sish bor. Hop, bu уже kichkinaroq. Bu qanaqa? Bu haligi suvga qo'lini tiqsa shunday tashlanadigan baliq bor edi, shundan ekan bu. Hop, qani. Bu qanaqa ekan? Bu tropический. Oddiy tropическая ryba bu. Buni qo'shib qo'yamiz. Baribir chiroyliroq bo'lib ko'rinadi. Bunga kuchimiz yetmaydi, aniq. Bunga kuchimiz yetmaydi. Baliqniki 49, bizniki 30. Sedatsiya yo'q. Bunga aniq yetmaydi. 81. Jinni pinni bo'lib qolishdan. Mana shunaqalarni tashlab bersa, rybalev. Sher baliq. Yaxshi bo'ldi. Zato bizda akvarium chiroyliroq. Bularda slishim katta bo'lib ketibdi. Menimcha qancha ob'yomi katta bo'lsa baliqda shuncha ko'proq pul beradi. Bunga yetmaydi. Kuchimiz yetmaydi bunga. 69 ekan. Bir dona primanka qildi. Давай да, вообще zo'r. 24, bizda 30. Hop. Tropический фиолетовый. Ana buni o'rtog'i. Dadasi. 2 million pulimiz bor. Yangilash kerak desam, yangilagani ham yetmaydi. Mashinadan 10 ta olsak. Hop. 10 ta bor yana. Давай. Tropический. Bu ham tropический ekan. Sekundiga 140 ta. Yaxshi ozi tutdi-yu, yana shu. Mana shunaqa bo'lsa-mi? Shu 33 ta balig'imiz bo'lib ketibdi. Endi bular keyin qanday kerak bo'lmasa. Tashagani. Продать рыбу. Hop, bu yerda baliqlar sotib olsak bo'lar ekan. Lekin akvariumga tashagan baliqlardik. Qanday yangilamoqchi bo'lsa. Hop, hali joyimiz bor, ko'ramiz. Hop, baliqning nomi Bonito ekan. Chiroyli, yaxshi. Buni sotib yuboramiz. O'tda musorka turibdi. Как раз o'zini joyiga tashlaymiz hozir. Давай, 115 ta ketdi. Buni-chi qoldiraymikan yoki yo'q, akvariumga tashlab qo'yaman. Sekundiga va hajmi bo'yicha kattaroq baliqlarni akvariumga tashlaymiz.
kichkinalarni olib tashlaymiz. Yo'q, bunga yetmaydi aniq. Mana shunaqa uzilib ham turish kerak-da endi. Bunga yetadi. Kattaroq qanaqadir. Bir xilla ko'payib ketyapti. Davay 314 sekundiga. Bulardan qo'shib qo'yamiz. Общий pulimiz 2.730.000. Yomon emas, lekin yangi qalmoq uchun bizga 7,5 million kerak. Yetkazib borsak bo'ladi. Mana buni yetkazib borsak bo'ladi. Davay. Necha qolyapti? Hop. Yo'q deyapti-da bu ham. Davay, всё, manikisan. Головастая рыба. Chiroyliligini bu sekundiga bu 783 tami ekan. Beradi. Yaxshi. 40 tadan past bo'lsa kuchi baliqda. Eplab borsak bo'ladi. Bu musorga aniq sotib yuboramiz buni. Buni ham. Bu hajmi katta bo'lgani bilan sekundiga pulni kam beryapti. Juda kam ekan, shunga sotib yuboramiz. Primanka tugapti. Не проблема, mana всё. 12 ta. Yaxshi, 486 ta yaxshi. Bu akvariumga, aniq akvariumga tashlaymiz. Va bu kattaroq ekan, yaxshi. Yomon emas. 38 eplab yuboramiz. Davay. Aytdim, shu 40 tadan past bo'lgan любойni ep yuboramiz ekanda. Yana xuddi shunaqasi tushdi. Bo'ldi, всё. Уже 40 ta baliq bo'lib ketibdi. 343. Yaxshi. Chotki. Menimcha keyingi qismda serverda eng zo'ri bo'lamiz. Bu aniq bu. Bitta suzib ko'raylik. Suvda turib olib tutyapti-yu. Bu biznikimiz ekan, bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bilan obuna bo'ling. Keyingi o'yinda qaysi o'yin o'ynashimizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga xayr.